Assalomu alaykum do'stlar. Biz Xitoydan yuklarimiz yetib keldi. Bizni kuzatishda davom etinglar. Keyingi videolarda ularni qadoqlash, uzun market omboriga yuborish hammasini ko'rib chiqamiz. Qadoqlash jarayoni esdan chiqibdi. Shuning uchun oxirgi jarayonni bo'lsa ham suratga oldik va mana bu oxirgi QR kodni ham yopishtirdik. Endi tayyor yuklarni korobkalarga joylaymiz. Hurmatli kuzatuvchilar, mana biz kechagi olgan videomizda qadoqlash jarayonini ko'rsatgandik. Bugun mana bularni jo'natishga tayyorlab qo'ydik. Nakladnolari hamma yo'g'i tayyor. Faqatgina buyog'i yarimi ulgurmadi, chunki vaqt muammosi bo'ldi bizda. Keyin oldingi videoda aytdik, ya'ni Toshkentga topshiramiz dedi. Yo'q, Toshkentga topshirmaydigan bo'ldik, sababi vaqt muammosi. Yana bu yerda hozir vodiydan qanday chiqarish mumkin yoki Toshkentdan tashqari holatda ishlab turib qanday qilib uzun market omboriga tovar chiqarish haqida ko'rib chiqamiz. Mana yuklarni uzun market tarqatish omboriga ham olib keldik. Kerakli hujjatlarni punkt xodimiga berdik. Bu jarayonlar ko'pchilik o'ylagandek qiyin emas. Agar viloyatdan turib ishlash yoki topshirish jarayonlari bo'yicha savollar bo'lsa, kommentariyaga yozing, javob beramiz.